Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Bugun ham viloyatimiz hayotiga oid muhim voqea va hodisalar tafsilotlariga to'xtalamiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washington shahrida o'tkazilayotgan Tinchlik kengashining ilk yig'ilishi va ushbu nufuzli anjuman doirasidagi uchrashuvlarda ishtirok etmoqda. Davlatimiz rahbarining ushbu safari tinchlik borasidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligining yaqqol dalili hisoblanadi. Buni bevosita hukumat vakillari, senat a'zolari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengash deputatlari e'tirof etmoqdalar. Davlatimiz rahbarining Washington shahriga amaliy tashrifi doirasida o'tkazilayotgan ishbilarmonlar bilan hamkorlik uchrashuv yig'inlarining ahamiyati juda kattadir. Bu keyingi paytlarda O'zbekiston tashqi siyosatida nafaqat siyosiy yo'nalishda, balki iqtisodiy manfaatlar yo'nalishidan katta ahamiyat kasb etmoqda. Deputat sifatida shuni aytishim mumkinki, bu tashrif oddiy diplomatik muloqot emas, balki mamlakatimizning iqtisodiy manfaatlarini oldinga suruvchi, qat'iy himoya qiluvchi, ilgariga suruvchi jarayonlardir. Prezidentimiz qayerga borsalar ham xalq farovonligiga alohida e'tibor qaratadilar. O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari strategik sherikligi amalda o'z samarasini bermoqda. O'zaro savdo aylanmasi 1 milliard dollardan oshdi. Keyingi yildagi 3 yillik loyihalar bilan 35 milliard dollarlik turli xil loyihalar paketi yaratildi. Bu o'z navbatida yangi ish o'rinlari, bu shunchaki raqam emas. Bu minglab yangi ish o'rinlari, yangi texnologiyalar va yangi imkoniyatlar deganidir. Energetika, muhim minerallar, agrosanoat, qishloq xo'jaligi, moliya bozoridagi yirik loyihalar mamlakatimiz iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlaydi. Bu esa parlament uchun ham ustuvor masala bo'lib, chunki har bir investitsiya xalqimiz manfaatiga xizmat qilishi lozimdir. Prezidentimiz ta'kidlagandek, bugun sheriklik ishonch, aniq qoidalar va uzoq muddatli strategiya asosida qurilmoqda. Bu yangi O'zbekistonning ochiq va pragmatik tashqi siyosatining asosiy ifodasi hisoblanadi. Oldindagi tinchlik kengashining ham ahamiyati juda katta bo'lib, chunki tinchlik va barqarorlik bo'lmasa, iqtisodiy rivojlanish bo'lmaydi. Bu o'z navbatida O'zbekiston xalqaro maydonda faqat iqtisodiy emas, balki siyosiy barqarorlik va xavfsizlik masalalariga ham faol ishtirokini ta'minlaydi. Deputat sifatida ishonch bilan ayta olamanki, mazkur tashrif mamlakatimiz nufuzini yanada oshishiga, yangi investitsiyalar oqimini kuchayishiga va eng muhimi, xalqimiz farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.